Bugun akela o'sha mashhur Sariq bola pizzaga boramiz. Sariq bola pizzani Toshkentda 8 ta filiali bor ekan. Biz kelgan joyda hamma narsasi yaxshi. Anu ozodalik xizmat ko'rsatishgan narsalar nazar tutyapman. Bitta kichkina tushonkali pizza bilan sinamon degan shirinlik etdik. Pizza bilan shirinlik yetmaydi. Biz faqat videoda ko'rsatish uchun buyurtma berdik. Buyurtma tayyor bo'lguncha Abdukarim Mirzayev ustozimizning videolarini ko'rib o'tirdim. Pizza salkam 20 daqiqada tayyor bo'ldi. Mana shu kichkina pizza narxi 60 ming. Nima deb o'ylaysizlar? Ko'rinishi narxiga arziydimi? Buni yana o'rtacha kattasi bor. Narxlari hozir esimda o'zi qo'yib qo'yaman. Pizzalarni shu ro'yxatini o'zingiz ko'rib olasizlar. Mazasi yaxshi, yomon emas, lekin tushonkani mazasi jay unaqa sezilarli darajada emas ekan. Balki adashayotgandirman, lekin mazasi yaxshi, kelib yeb ko'rishga arziydi. Men sinamon degan shirinlik pizzadan ham issiq ekan. Men buni muz deb bo'ladi deb o'yladim. Oydan tushmaganman. Shirinlik yoqtirmaganim uchun bunaqa narsalarni oldin yeb ko'rmaganman. Odam zerikib ketdi boru, men bu chek narxlarni ko'ryapsizlar. Jay unaqa qimmat emas. O'zi eng zo'r pizzani qattiq tayyorlaydi, yozib ketinglar. Biz sekin duo qilib ketdik. Bo'pti akalar, joningiz sog' bo'lsin. Xudo hammamizning ishimizni rivojini beraversin. Sog' bo'linglar.